Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kimyo noldan ikkinchi qism 12-mavzu eritmalar, ya'ni foiz, malyar, normal, konsentratsiya oid savollar tahlilini amalga oshiramiz. Demak, savollar tahlilini amalga oshirishda oldingi videolarga o'xshab amalga oshiramiz, ya'ni har bitta savol bo'yicha 3 ta tipaj berilgan, bitta savol, undan keyin 3 ta bir xil berilgan. Shundan bitta bir xilni amalga oshiramizda, qolgan 3 tasi bu sizlarga qoladi. U yüzden yana bir bilimlarni mustahkamlab olish uchun bo'ladi. Demak, eritmalar mavzusi bo'yicha savollar tahlilini amalga oshirishni boshlayman. Sizlar bilan Hasan Uchqunoğlu Pozitron kanali uchun maxsus tayyorlandi. Xo'sh, unda birinchi savol tahlildan boshlaymiz. Birinchi savol aytildiki, 20 gram natriy gidroksid 60 gram suvda to'liq eritilganda hosil bo'lgan eritmaning foiz konsentratsiyasini toping. Foiz konsentratsiya bu 100 gram eritmada erigan moddaning massasining foizlarda ifodalanishi. Bu foiz konsentratsiya. Qanday topamiz? Bunda eritmaning massasi har doim 100% bo'ladi, erigan moddaning massasi qancha deb topamiz. Demak, bizga kerak eritma massasi. Eritma massasini hosil qiladi eritmadagi suv va eruvchi. Suv va tuz degan bo'ladi bu masalada. Bu tuz emas, asos. Bu natriy gidroksid. Eruvchilar asos bo'lishi mumkin, kislota bo'lishi mumkin, tuz bo'lishi mumkin. Bunda natriy gidroksid bor. Masala shartida aytdiki, 20 gram natriy gidroksid, demak 20 gram eruvchi, 60 gram suv ekan. Suvning massasiga eruvchining massasini qo'shsak, eritmaning massasi paydo bo'ladi. Eritmaning massasi 80 gram. Endi nima qilamiz? 80 gram eritmaning massasi 100%. Erigan modda 20 grammi necha foiz topamiz? 25% bo'ladi. 25% to'g'ri javob A bo'ldi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi savollar xuddi shunga o'xshash. Endi 5-savol tahlilini amalga oshiramiz. Biz aytdik, eruvchilar faqatgina asos yoki kislota yoki tuz bo'ladi. Bu masalada aytayotdiki, 31 gram natriy oksidi 69 gram suvda eritilganda hosil bo'lgan eritmaning foiz konsentratsiyasini aniqlang. Demak, bu yerda birinchi navbatda biz aytdik, eritmani hosil qiluvchi suv va eruvchi. Bu jarayonda qo'shilgan natriy oksid bevosita eruvchi bo'la olmaydi. Bu natriy oksid suvga tushganidan so'ng suv bilan reaksiyaga kirishib ketib qoladi. Va eruvchi hisoblangan natriy gidroksidni hosil qiladi. Shuning uchun ham biz mana bu natriy oksid yordamida eruvchining massasini topsak bo'ladi. Yana bir yozib qo'yamiz. Demak, eritma bu suv va eruvchining yig'indisi. Xo'sh, bizda aytildiki, necha gram natriy oksid? 31 gram natriy oksidi eritildi. 31 gram natriy oksidi eritilish jarayonida qanchadir miqdorda suv sarflanib ketar ekan. Bu reaksiya uchun 69 gram suv olingan. Qanchadir suv sarflanadi va unida natriy oksidi o'rnida eruvchi hisoblangan natriy gidroksid hosil bo'ladi. 62 gram natriy oksid suvda eritilsa, 80 gram natriy gidroksid hosil bo'ladi. 31 gramda qancha deydigan bo'lsak, 40 gram natriy gidroksid. Demak, eruvchining massasi 40 gram. Endi suvning massasini topishimiz kerak. Suv bu ortgan suvda bu jarayonda 32 gram natriy oksidni eritish uchun 18 gram suv sarflanib ketadi. 31 gramni eritish uchun 9 gram suv sarflanadi. Bizda 69 gram suv bor edi. 9 gram sarflanib ketdi. Qancha suv qoldi? 69 dan 9 ayiramiz. Demak, 60 gram suvda eritilgan. Shunda jami eritmaning massasi 100 gram bo'ladi. Bo'ldi. 100 gram eritmaning massasi 100%. Eruvchi massasi 40 gram. Qanchalik topadigan bo'lsak, 40% bo'ladi. 40% to'g'ri javob D. Xo'sh, bu masalada ostra oksida ham bo'ladi, ya'ni qanday? 40 gram natriy oksid topib oldik, natriy gidroksid massasini bo'ldi. Keyin 31 gram natriy oksidga suvning massasini qo'shib qo'ysak, eritmaning massasi kelib chiqadi.
Nima uchun unday qildik? Chunki bu jarayonda mana suv turibdi, natriy oksid qo'shdikda. Mana suv turibdi. Natriy oksid qo'shilgan paytimiz mana bu eritmadan biron bir gaz chiqib ketmadi yoki eritma tubiga cho'kma tushib qolmadi. Shuni hisobiga eritmaning massasi o'zgarishi mumkin edi. Lekin cho'kma gaz bo'lmaganligi uchun eritmaning massasi o'zgarmaydi. 31 gramm 69 gramm qo'shib qo'yish 100 gramm eritma 100%, 40 gramm qanchalik ushlab qo'yish degan bo'ladi. Ya'ni masalani qanday ishlashini o'zingizlar hal qilasizlar. Men sizlarga shunchaki yo'nalish ko'rsataman. Ya'ni mana shunaqa ishlanadi haqiqiy jihatdan. Nima desa bo'ladi? Yaqin yo'llarini bu o'zingiz topib chiqadigan narsa hisoblanadi. Bu demak 5-savol tahlili edi. To'g'ri javob D bo'ldi. Endi 6, 7, 8 shunga o'xshash 9-savol tahlilini amalga oshiraman. Savol tahlili. 60 gramm kaliy nitrat necha gramm suvda eritilganda 30% eritma hosil bo'ladi. Demak, eritma endi bu jarayonda eritmani hosil qilyapti suv va kaliy nitrat. Reaksiya kirishga qo'ymaydi, reaksiya kirishmaydi bular. Ya'ni ta'sirlash sodir bo'lmaydi. Suv va kaliy nitrat qo'shish natijasida kaliy nitrat eritmasi hosil bo'ladi. Bu jarayonda aytyaptiki, kaliy nitratning massasi 60 gramm. 60 gramm. Suvning esa massasi noma'lum. Suvning massasi noma'lum degani eritmaning ham massasi noma'lum degani. Eritmaning ham massasini bilmaymiz. Bilamizki, eritma har doim 100% bo'ladi. Eritma 100%, mana shuni 60 gramm, ya'ni 30% kaliy nitrat ekan. 30%, 100% ni 30% kaliy nitrat bo'ladigan bo'lsa, 100 dan 30 ni ayiradigan bo'lsak, 70% suv bo'ladi. Bo'ldi. Bizdan so'ralgan narsa necha gramm suvda eritilgani. Demak, 30% kaliy nitrat bo'lsa, 70% suv bo'ladi. 60 gramm kaliy nitrat bo'lsa, necha gramm suv bo'ladi? 70 ni 60 ga ko'paytirib 30 ga bo'lamiz. 60 32 marta kam, 70 demak tepadagi son 70 dan 2 marta ko'p bo'lishi kerak. Osonlashtirib ketishdan esa qisqartiramiz. 2 ga 1. 70 ni 2 ga ko'paytirsak 140 gramm. Demak, 140 gramm suvda eritishimiz lozim ekan. 9-savol to'g'ri javob A bo'ldi. 10, 11, 12-savollar xuddi shunga o'xshash. 13-savol tahlili. 2020 gramm kaliy nitrat eritmasida 2 mol tuz bo'lsa, eritmaning foiz konsentratsiyasini hisoblang. Demak, eritma iborat, demak endi suv va yana kaliy nitrat. Kaliy nitratdan iborat ekan. Mana shu jarayonda eritmaning massasi berilgan bizda. Eritmaning massasi 2020 gramm ekan. 2020 gramm. 2 mol tuz bo'lsa, demak mana bu tuzning moli 2 mol ekan. 2 mol tuz bo'lsa, foiz konsentratsiyasini topishimiz kerak. Foiz konsentratsiyasini qanaqa topishimiz kerak edi o'zi? Qoida bo'yicha 2020 gramm eritma 100% bo'lib hisoblanadi. Foiz konsentratsiyasini topishimiz uchun bizga tuzning massasi kerak. Lekin bizda tuzning massasi emas, tuzning moli bor. Bu kaliy nitrat. Kaliy nitratning 1 moli bu 39, 14, 48. 39, 14, 48 qo'shadigan bo'lsak 101 gramm bo'ladi. 39 ga 14, 53, 53 ga 48, 101 gramm. 1 moli 101 gramm degani. Lekin bu bizda 2 mol-ku. 2 moli 202 gramm bo'ladi. Mana tuzning massasi kelib chiqdi. 202 grammi necha foiz topamiz? Topsak 10% chiqadi. Demak, to'g'ri javob 10% bo'ladi. B javob. Bu 13-savol tahlil edi. 14, 15, 16-savollar xuddi shuni o'zi. Faqatgina modda o'zgargan, o'zgargan narsa moddaning moli.
Suvning massasi o'zgargan, bir xil. Tak, 17-savol tahlili. Suvsiz sulfat kislorodi tayyorlash uchun 0,16 kg SO3 necha gram 82% sulfat kislorodi eritmasida eritilishi kerak? Demak, bizda SO3 bor. Oltin gurt 6 oksidi. 0,16 kg. Bu degani 160 gram SO3 bor. Mana shu 160 gram SO3 ga sulfat kislorodi eritmasini qo'shdik. Sulfat kislorodi eritmasida sulfat kislorodi bo'ladi. Suv bo'ladi. Mana shu sulfat kislorodi eritmasi 82% ekan. 82% sulfat kislorodi eritmasini qo'shgan paytimiz bizda suvsiz sulfat kislorodi tayyor bo'libdi. Bu degani mana bu sulfat kislorodi tarkibidagi suvni SO3 to'liq neytrallaydi degani. Shunda sulfat kislorotida hech qanaqa bir suv qolmaydi. Shuning uchun ham mana bu SO3 va sulfat kislorodi eritmasidagi suv bir-biri bilan to'liq reaksiya qilishib ketgan va yana sulfat kislorotini hosil qiladi. Biz mana bu 82% eritmani massasini topishimiz kerak. Oldin topadigan narsamiz SO3 yordamida mana bu suvni topib olamiz. Agar 80 gram SO3 bo'ladigan bo'lsa, bu 18 gram suvni neytrallaydi. Lekin bizda 160 gram SO3. 160 gram bo'lsa qancha deydigan bo'lsak, 36 gram suvni neytrallash kerak. Demak, mana bu kislorod eritmasidagi suvning massasi 36 gram. Endi bu eritmaga qaytamiz. Bu eritmada eruvchi sulfat kislorodi, erituvchi suv. Suvning massasi aniq 36 gram. Mana bu 82% eritmadagi sulfat kislotaning foizi 82%. Bilamizki, eritmaning massasi umumiy 100% bo'ladi. Shuni 82% sulfat kislota bo'lsa, 18% suv bo'ladi. Suvning massasi bizda aniq 36 gram. Demak, 36 gram suv 18%. Bizda eritmaning massasini so'raganligi uchun 100% ni qanchalik topamiz? 100% ni topadigan bo'lsak, 200 gram chiqadi. Demak, mana bu sulfat kislota eritmasining massasi 200 gram. 17-savol, to'g'ri javob A bo'ladi. 18, 19, 20-savol xuddi shuni o'xshaydi. 21-savol tahlilini amalga oshiramiz. 20% natriy sulfat eritmasi bug'latilib 32,2 gram glober tuzi olingan bo'lsa, dastlabki eritmadagi suvning massasini toping. Xo'sh, natriy sulfat eritmasi, demak natriy sulfat bo'ladi, suv bo'ladi. Mana shu eritma 20% eritma ekan. 20% degani mana bu natriy sulfatning foizi 20%, eritmaning 100% bo'ladigan bo'lsak, bu suvning foizi 80% suv bo'ladi. Mana bu eritma. Endi mana shu eritmadan qanchadir miqdorda suvni bug'latib yubordik. Suv bug'lanib ketgandan so'ng bu eritma glober tuziga aylangan. Ya'ni natriy sulfat 10 ta suvni hosil qilgan. Va buning massasi bizda 32,2 gram. Agar 142 gram natriy sulfat bo'ladigan bo'lsa, 180 gram suv bo'ladi-da, 322 gram glober tuzi bo'ladi. Lekin bizda glober tuzi 32,2 gram. Topish uchun oson. 322, 32, 10 marta kam. 180 10 marta kamaytirsak, 18 gram suv bor ekan, 14,2 gram natriy sulfat bor ekan. Endi mana bu bug'lanish jarayonida suvning massasi o'zgaradi. Lekin natriy sulfatning massasi o'zgarmaydi. Chunki faqatgina suv bug'lanadi. Natriy sulfat bug'lanmaydi. Demak, 14,2 gram glober tuzida natriy sulfat bor ekanmi? Demak, dastlab eritmada ham 14,2 gram natriy sulfat bo'ladi degani. Bizdan so'ralgan narsa dastlabki eritmadagi suvning massasi. 20% natriy sulfat bo'lsa, 80% suv bor dastlabki eritmada. 14,2 gram natriy sulfat bo'ladigan bo'lsa,
necha gramm suv bor? 20 ga 80 qisqaradi 1 ga 4. 14 2 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 56,8 gramm bo'ladi. Suv 56,8 gramm ekan. To'g'ri javob C bo'ldi. Bu 21-savol tahlili. 22, 23, 24. Keyingi savollar xuddi shu savolning o'zida. Bir xil. Endi keyingi savol tahliliga o'tamiz. 25-savol tahlili. Nol 2 kilogramm ya'ni 200 gramm 10% o'yuvchi natriy eritmasidagi kislorodning protonlar sonini toping. O'yuvchi natriy eritmasi, bu degani natriy gidroksid bor va suv bor. Bu eritmaning massasi 200 gramm ekan. Tak, bizda eritmaning massasi har doim 100%, 200 gramm eritma 100% deymiz. 10% o'yuvchi natriy ekan. 10% ni topadigan bo'lsak, 10% 20 gramm bo'ladi. Demak, mana bu natriy gidroksidning massasi 20 gramm. 200 grammdan 20 gramm ayirsak, 180 gramm suv bor. Mana eritmadagi moddalarning massasini topib oldik. Bizdan so'ralgan narsa kislorodning protonlar sonini toping degan. Eritmadagi kislorodning protonlar soni topamiz. Natriy gidroksiddan boshlaymiz. Natriy gidroksid massasi 40 gramm. 40 grammida mana bu kislorodda 8 ta proton bor. 8 Na proton bor. Chunki 1 molida 8 Na 40 gramm. Bizda 20 gramm deyilgan bo'lsa 4 Na kislorod bor. Endi suvligini topamiz. Suvda 18 grammida ham xuddi shunaqa bitta kislorod, ya'ni 1 mol kislorod atomi bor 18 grammida. 1 mol ya'ni 1 Na kislorod atomi bor. Lekin bu bizda suvimiz 180 gramm ekan. 180 gramm suv bo'ladigan bo'lsa 10 Na bo'ladi. Demak, bunda 10 Na, bunda 4 Na. Jami kislorodlarimizning miqdori, protonlar soni 14 Na bo'ladi. Kislorodlar protonlar soni keldi. 8 ta 80 ta bo'ladi. 80 ga 4 qo'shadigan bo'lsak, 84 Na bo'ladi. To'g'ri javob C. 26, 27, 28 shunga o'xshash 29-savol tahlilini amalga oshiramiz. 29-savol. 4,5 normalli alyuminiy sulfat eritmasining foiz konsentratsiyasini aniqlang. Xo'p. Foiz konsentratsiya biz buni formula bo'yicha topishgan bo'ladi. Formula bo'yicha topish qanaqa bo'ladi? Formula topishda formulani yodlab qolish kerak bo'ladi. Eng muhimi C normal ko'paytiruv ekvivalent massa teng C foiz ko'paytiruv 10 ko'paytiruv 8. Bu tengizga D deb beradi. Bu jarayonda bizdan so'ralgan narsa foiz konsentratsiyasini topish. Foiz konsentratsiyasini topishimiz uchun C normallikni ekvivalent massaga ko'paytirib 10 ko'paytiruv 8 ga bo'lishimiz kerak. Shunda foiz konsentratsiyasi kelib chiqadi. O'rniga qo'yamiz. Normallik 4,5 normal ekan. Ko'paytiruv M bu ekvivalent massa. Alyuminiy sulfatning ekvivalent massasini topamiz. Alyuminiy sulfati ekvivalent massasini topishni nima qilamiz? Alyuminiy sulfati massasini bo'lamiz alyuminiy sulfatining ekvivalent miqdoriga. Shunda ekvivalent massa kelib chiqadi. Ekvivalent massa topamiz. Alyuminiy sulfati massasi 342 gramm bo'lamiz ekvivalent miqdor. Ekvivalent miqdor qanaqa topiladi so'zlarda? Metal soni metalning valentligi ko'paytiriladi. 2 ni 2 ko'paytiramiz, 6 bo'ladi.
188 massasi plus alyumin 54. 2 14 342. 342 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 57 chiqadi. Demak, alyuminiy sulfatning ekvivalent massasi 57 ekan. Ko'paytirib 57 bo'lamiz 10 o'zi formulada bor. Ko'paytiramiz zichiga 1,5 ekan. Mana bu 1,5 bilan bu 4,5 qisqaradi. Bu 1 qoladi, bu 3 qoladi. 3 ni 57 ga ko'paytiradigan bo'lsak 171. 10 ga bo'ladigan bo'lsak 17,1% bo'ladi. Demak, eritmaning foiz konsentratsiyasi 17,1 ekan. To'g'ri javob C. Bu 29-savol tahlili edi. Savol tahlilini davom ettiramiz. Demek 30 qildik. 30, 31, 32 savollar xuddi shunga o'xshash. 33-savol tahlilini amalga oshiramiz. 33. Tarkibida 40% natriy gidroksid bo'lgan eritmaga 0,1 kg suv qo'shilganda eritma konsentratsiyasi 10% ga kamayadi. Boshlang'ich eritmaning massasini toping. Buni masalan ishlashda tarkibida 40% bo'lgan natriy gidroksid eritma natriy gidroksid. Masaga hozir buni ikki xil usulda ishlab beramiz. Birinchisi tenglama qilamiz. Eritmani massasini 100x deb olaman. Mana shuni 40% natriy gidroksid. 40% 40x bo'ladi. Ya'ni 100x 100%, 40% qancha desa 40x bo'ladi. Qolgani suv bo'ladi. Endi mana shu eritmaga 100 gram suv qo'shilganda, suv qo'shilsa eritmaning massasi oshadi, suvni qo'shilgani hisobiga. Lekin eruvchining massasi o'zgarmaydi. Natijada eritmaning foiz konsentratsiyasi 10% ga kamaydi. Dastlab eritma 40% edi, endi 30% bo'lib qoladi. Eritma jami 100%. Mana shu tenglamani ishlaymiz. Proporsiya qilamiz. 30 bilan 100 ni qisqartirdik, 10 ga 3 qoladi. 3 ni 100x plus 100 ga ko'paytirsak 200x plus 300 bo'ladi. 40x ni 10 ga ko'paytirsak 400x bo'ladi. 300 joyida qoladi. 400x dan 300x ni ayirib tashlasak 100x qoladi. X teng 3 ekan. Demak, dastlabki eritmaning massasi 300 gram bo'ladi. 100x da edi, x ni 3 qo'shsak 100 ni 3 ga ko'paytirsak 300 gram bo'ladi. To'g'ri javob 1. Endi xuddi shuni ikkinchi usuli qaysiga qo'ysak bo'ladi? Dastlab eritma massasini bilmaymiz, 40% da eritmaydi. Suvni tarkibida qo'shilgan suvni tarkibida hech qanaqa bir tuz bo'lmaganligi uchun 0% deb qo'shamiz. Hosil bo'lgan eritmaning foiz konsentratsiyasi dastlabki foiz konsentratsiyaga nisbatan 10% ga kamaydi. 40 ni 10% ga kamaytirsak 30% qoladi. 0 dan 30 ni ayirsak 30, 40 dan 30 ni ayirsak 10 bo'ladi. Demak, mana bu joyda 30 ga 10 bu eritmalarning massa nisbati. Agar 10 gram suv qo'shilganda dastlabki eritma 30 gram bo'lar ekan. Lekin bizda qo'shilgan suvning massasi 100 gram. 100 gram bo'ladigan bo'lsa, qanchalik topadigan bo'lsak, 300 gram bo'ladi. Demak, eritmaning massasi 300 gram. Bu usulda ishlasak ham bo'ladi. 34, 35, 36 shunga o'xshash. 37-savol tahlilini amalga oshiramiz. Zichliklari 0,5 va 1,5 bo'lgan eritmalar aralashtirilganda zichligi 0,7 bo'lgan eritma olindi. Dastlabki eritmalarning hajmini aniqlang. Ikki xil usulda ishlasa ham bo'ladi buni. Eng yaxshi ishlash bu qaychiga qo'yib ishlasa bo'ladi. Ya'ni qaychiga qo'yib qanday ishlaymiz? Zichligi 0,5 va zichligi 1,5 bo'lgan eritmalar aralashtiriladigan va hosil bo'lgan eritmaning zichligi 0,7 bo'ldi. 0,7 dan 0,5 ni ayirsak 0,2, 1,5 dan 0,7 ni ayirsak 0,8. Bu tomonda agar
dissiglarni qo'ygan paytimiz bu tomonda har doim hajmiy nisbat kelib chiqadi. Hajmiy. Mana bu eritmada foiz qo'ygan paytimiz eritmalarning massa nisbati kelib chiqadi. Bunda endi hajmiy nisbat kelib chiqadi. Ya'ni dissiga 0,5 bo'lgan eritmaning hajmi 0,8 bo'lsa, dissiga 1,5 bo'lgan eritmaning hajmi 0,2 bo'ladi degani. Xo'p, bizda aytgan 0,7 kg eritma olindi degan. 0,7 kg ni demak, hosil bo'lgan eritmaning massasi 0,7 kg. Bu degani 700 gram degani. Yoki 0,7 kg ekan. 0,7 kg ni biz millilitrga o'tkazishimiz kerak eritmaning hajmiga 700 gram. Eritmaning zisiga 0,7 ekan. Bu degani 0,7 grami 1 millilitr hajmni egallaydi degan. 700 gram shunda 1000 millilitr bo'ladi. 1000 millilitr ekan. 1000 millilitr degani demak eritmaning hajmi 1 litr degani hosil bo'lgan eritmaning hajmi. Demak 0,8 ga 0,2 ni qo'shsak rostdan ham 1 bo'ladi. Demak agar 1 bo'lsa 0,8 0,2 bizda ham 1 litr bo'lganligi uchun mana bu eritmaning hajmi 0,8 litr, dissiga 0,5 bo'lgan eritma. Dissiga 0,2 bo'lgan eritmaning hajmi 0,2 litr bo'ladi. To'g'ri javob 0,8 va 0,2 bo'ladi. B javob. Bu 37-savol tahlili. 37, 38, 39, 40-savollar xuddi shunga o'xshab ishlanadi. Xo'sh, keyingi savol tahliliga o'tamiz. Xo'sh, 41-savol tahlilini amalga oshiramiz. 41-savol aytildiki, kaliy oksidi ma'lum massadagi suvda to'liq eritildi. Olingan asos massasi eritilgan oksid massasidan 36 gramga ko'p bo'lsa, necha gram 40% eritma hosil bo'lgan. Demak, bunda kalsiy oksidi suvda eritildi. Kaliy oksidi ekan. Kaliy oksidi suvda eritilsa, kaliy gidroksidini hosil qiladi. Ya'ni ikki o'qmaymiz. Ushbu jarayonda olingan asos massasi oksid massasidan 36 gramga ko'p. Nimani hisobiga ko'payib ketdi? Qo'shilgan suvning hisobiga. Demak, mana bu qo'shilgan suvimiz 36 gram ekan. 18 gram bo'ladigan bo'lsa, 112 gram kaliy gidroksid eruvchi hosil bo'ladi. 36 gram bo'lsa qancha desak, 224 gram eruvchi hosil bo'lar ekan. Demak, eruvchining massasi 224 gram. Bizda aytildiki, 40% eritma hosil bo'ldi. Demak, mana shu 224 gram bu 40% eritmaning massasi. 100% ni topadigan bo'lsak, hosil bo'lgan eritmaning massasi kelib chiqadi. Topadigan bo'lsak, 560 gram bo'ladi. Demak, hosil bo'lgan eritmaning massasi 560 gram. 560 gram to'g'ri javob D bo'ladi.